ehsonni haqiqiy egasiga qilaman deb yurgan akalarimiz, bu xonadonda 5 yildan buyon og'ir xastalik bilan kurashib kelayotgan onaxonimiz borlar. Bu onaxon hozir aynan sizning yordamingizga muhtoj. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum siz. 2021 yil ayamlar dadamlar o'tgandan keyin miyada zo'riqish shunaqa sabab bo'lib 6 oydan keyin grija bo'lib qolishdi. Undan 6 oy davolat amalladik. Undan keyin yana grija chiqdi. Bu yoq mablag' boricha davolatdik. Undan keyin insult chiqdi. 2024 yil yozidan boshlab insultda falaj bo'lib qolishdi. Mablag' yo'q, boshqa yo'q, bu yoqdan ehson bir narsalar yig'ib, falaj holatlaridan shu o'zimga qarab, bir yilcha qarab oyoqqa turg'izish holatiga olib keldim. Bironta vrachga borib boshqa qilsa, ukol dorisiz, faqat reabilitatsiya kerak bo'lyapti bizga. Chunki ukol doriga ayam har igna kirganda og'riqqa chidasholmayapti. Eslari bir kirdi, bir chiqdi bo'lib qolyapti. Hozirgi holatga kelganda shunga bizga ozgina yordam kerak. Hozirgi holatlarda oyoqda muvozanat yo'q, ko'zda fokus yo'q. Faqat shuni rostmana haqiqiy mutaxassis topilmayapti. Beta davolayapmiz, olib kiryapmiz, harakat qilyapmiz, pul dori pul kelyapti, olib chiqqandan keyin xuddi shu holatda bo'lyapti. Instagramlarda boshqalarda ko'rib turib, hali insultni davolaganlar, reabilitatsiyasini davolaganlar bor ekanki, Endomed klinikadagi Sirojiddin Tojiyev degan doktor bilan Telegramda yozishgandi. Ayamga qarovchi o'zimman, boshqa hech kim yo'q. Sharoit mana shu holatda, o'zim uydaman. Bir oyga 16 million to'rmaqal ovqat bitta ko'yka, ya'ni bitta xona bilan ekan. 16 millionni ishda dori ko'lni uncha yopishmaymiz, asosiy jismoniy mashq, shunaqa reabilitatsiya o'zini uskunalarida qilamiz dedi. Davleniyalar ko'tarilsa yo qandaydir sabab bo'lsa, shunga dori ko'l qilamiz, nisbatan kamroq dedi. Ayamga shunaqa joy kerak. O'zimizda Farg'onada olib borsak, faqat yotishadi, ukol deyapti, u effekt bermayapti. Mutaxassis yo'q, bunaqa mutaxassis topa olmadim xullas. Ayamlarga oyoq qo'l sharligi emas. Shu bir kulib bir yig'laydigan bo'lib qolgan ruhiyatda deyapti. Davosi bor, inshaalloh, faqat vaqt ketar ekan, faqat to'g'ri muolajani to'xtatmaslik kerak ekan. Men hozir shu holatlargacha olib keldim, bu yoqqa mablag' qolmayapti. Umuman iloji bo'lmayapti. Oddiy 10 kun davolatishimizga ham 20 milliondan ko'p pul ketib qolyapti o'zimizga yotqizsak. Shuning uchun yordam so'rab sizlar chaqirgan joyim. O'rtoqlar, mana o'z ko'zlaring bilan ichkaridagi holatni ko'rdilaring. Onaxon haqiqatdan ham ehsonga muhtojlar. Ehsonni katta kichigi bo'lmaydi. Agar qo'lingizdan ehson qilish kelmasa, mana shu videoni iloji boricha yaqinlarga imkon qadar jo'nating, o'zingizga stories qilib joylang. Bu ham mana shu yaxshilikka sizning ko'makdoshligingiz bo'ladi. Mana shu yerga karta raqamlarni qoldiramiz. Hammalaringga rahmat.